akalar O'zbekiston ham sekin-sekin rivojlanyapti. Nimaga desanglar, mana razvodni qaranglar mana. Bu yoqda arkami nimadir qiladi, zarvozani, nimadir bo'lar ekan. Aka, Yevropalarga o'xshab razvorot bo'ladi tepadan. Shunaqami? Gap yo'qmi? Bu qaranglar, Qashqadaryo bilan Buxoroning o'rtasi to'liq mana shunaqa yo'l bo'lar ekan. Past yarim yetib borishibdi. Betonli qilib, chiroyli qilib borishyapti. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunday qilib, mana Qozog'istonlarda, Yevropalarda razvorotni buni tepadan aylanib qiladigan qilgan. Hech qanaqa mana bu yerda birovga xalaqit qilib, kutib. Beton zavod bor, o'shanga tushamiz deganda. Gap yo'q, lekin O'zbekiston ham вообще yo'llari qanaydir hamma yo'limiz O'zbekistonda mana shunaqa bo'lsa, tekis bo'lib, gap yo'q, lekin ko'raman, hayron bo'ldim. Menimcha mana shu qurilib bitirsa, O'zbekistonda birinchi bo'lib mana shu bo'ladi. Shu tepadan razvorot qilinadigan razvorot. Ko'prik. Gap yo'q. O'zbekistonda hamma yo'llarni mana shunaqa qilib, platni qilib bersa ham mayli edi, rozi edik. Sababi platni yo'llarda, Yevropalarda hammasi o'zi platni yo'li, biladi ko'pchilik, cho'prakalarimiz. Radar kam, kameralar pashti yo'q. O'zi bunday hisoblab qarasanglar, mana oddiy yo'lni o'zida ham bir oyda o'sha platni yo'lga beradigan puldan 10 marta ko'pini to'lab oryapmiz. Gap yo'q, lekin zo'r ketyapti. Cho'prakalarimizni oxir olalari yetib bordi shekilli. Hamma yo'llarimiz mana tekis tushyapti. Omad.